Askent masjidga yaqin joyda joylashgan ushbu hashamatli qurilgan uyni oldinroq 179 ming dollar narxdan chiqargandik. Endilikda yangilangan narxi 159 ming dollar. Bemalol kelib qurilishdan sifatga o'zingiz baho berib sotib olishingiz mumkin. Hozir sizga to'liq obzor qilingan videosini ham qo'yib beraman. Mana shunaqangi uyda bir dam olishni orzu qilib ko'rasizmi? Iloyim sizga ham nasib qilsin, videoni boshidan like bosib qo'ying. Hozir sizga shu uyimizni obzor qilib beraman. Askent hududida joylashgan, masjidga yetmasdan o'ng qo'ldagi mana shu hashamatli qurilgan premium segmentdagi uyimiz endilikda sotuvda. Xonadonimizni manzilini tushundingiz. Endi to'rt sotuvdan kattaroq bo'lgan uyimizni ko'chalarga ahamiyat berib qo'yasiz. Oldida alohida mehmonlaringiz kelsa, o'zingizni ko'pgina avtomashinangizni qo'yish uchun yetarlicha parkovkalarga, mega fasadlarga ko'p gap bo'lishi mumkin emas. O'zingiz endi videoni oxirigacha ko'rib borasiz. Xonadonimizga kirganingizda kichkina eshigimiz orqali kirishingiz mumkin. Bu yerga bitta avtomashinani bemalol qo'yib qo'ysangiz bo'laveradi. Yashil zonaga ko'p gap bo'lishi mumkin emas. Yozgi oshxonaga ham joy qoldirib ketishgan, orqasida umumiy sanuzli bilan birgalikda. Xonadonimiz yashash uchun juda ham qulay planirovkada qilingan. Bitta tushuntiraman. Ham kotej tipida, ham alohida bir tomonda eshigi bor. Uy daxliz ko'rinishidagi xona uyimiz planirovka qilingan. Bittasi kattalar uchun yotoqxona, bittasi bolalar uchun. Ichida sanuzli bilan birgalikda. Asosiy eshigimizdan kirganimizda esa hozir qolgan xonalarimizni ko'rsataman. Undan oldin bitta tomlarga ahamiyat berib qo'ying. Toshkentdagi juda ham qimmat uylarda ko'rgandim. Xuddi shunaqa narsani bizda ham mana ommalashib bormoqda. Qavatli ikkita xonamizdan tashqari mana bu yerda oshxonamizni planirovka qilishibdi va uyimizning hol qismi alohida tema. Hol qismimizda o'tirganingizda haqiqiy hashamatni his qilasiz. 7,5 metrdan baland patolog hamda tepalarga chiroyli podsvetkalar bilan birgalikda bitta lustra xonamizni yanada ko'rkamlashtirib beradi. O'zida ikkita xonamiz joylashtirib ketilgan, quyosh nuri ham yaxshi tushadi. Istalgan maqsadda foydalanishingiz mumkin. Birinchi qavatdagi navbatdagi xonamiz bu yerda, ichkarida esa keyingi xonamiz ichida sanuzli bilan shkafi uchun alohida joylari bilan qoldirib ketilgan. Uyimizda elektr montajlari bitkazilgan, oqartirib tayyor holatga keltirib qo'yishgan ekan. Bu xona hamda 4 ta sanuzlidan tashkil topgan joyimizni ikkinchi qavatga ko'tarildik. Kichkina balkonimiz. Mana bu yerda kattakon joy qoldirilibdi. Basseynni ham sig'dirsangiz bo'ladi. Ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan sanuzli. Keyingi ko'radigan qismimiz voy mehmonxonani qarang. 2 ta xona yasab olsa bo'ladigan joyi mehmonxona qilib qo'yishibdi. Shunaqangi katta uyi bor insonni baribir mehmonlar ham ko'p bo'ladi. To'yga ham qiynalib o'tirmaysiz. Endi davom etamiz. Ikkinchi qavatimizdagi navbatdagi xona. Bu xonani xohlagan maqsadda foydalanishingiz mumkin. Buni ham patologlargacha ishlab tayyor holatga keltirilgan va videoni boshida ko'rgan kattakon manzarali ko'rinib turadigan xonamiz. Eng yoqqan xona menga shu bo'ldi. Ikkinchi o'rinda hol. To'liq pishirishda qurilgan, eng sifatli mahsulotlar ishlatilgan ushbu xonadonimizda kommunal tarmoqlardan gaz, suv, svet, kanalizatsiya barchasi mavjud.